Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Akalar, bugungi video syomkalarimizda Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida yangi obunachimiz Shakir akamni xonadonlar akamiz. Akalar, bugungi Shakir akamda 20 dona barra qo'zlar kelgan akalar. Xudo xolasa shularni birin-ketin ko'rsatib, barcha ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilamiz. Sizlardan iltimos like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Shakir akam o'zlari videoga chiqishda olamadilar. O'shanga bu qo'ydi barcha ma'lumotlarini shaxsan o'zim berib o'tishga harakat qilaman. Bo'lmasam akalar, biz videolarni boshladik. Bugun haftaning chorshanba kuni 12 mart 2025-yil akalar. Birinchi partiyasiga mana soni 10 dona qo'chqordan akalar. Hammasi sutga to'ygan qo'zlar akalar mana. Dumbalik. Bu qo'ylar akalar Surxondaryoning Hisori qo'chqorlari ekan. Lekin qo'ylar haqiqiy junlari ham yiltir. Endi videoni quyoshda iliqmayapmiz, salqinda chishyapti akalar. Quyoshda bo'lsa, mash qo'ylar akalar yaltillab chiqadi jonivorlar. Soni 10 dona akalar, bir pechka. Hammasi qo'chqor, ichida michmasi yo'q akalar. Xolosa hammasini quloqlari ham butun ekan mana. Akalar, qo'ylarga bitta baho beramiz. Sifati ham xudo xolosa yaxshi, o'ta zo'ridan mana. Qaranglar. Gullari ham chiroyli xolasa. Akalar, bularni dastlabkasini Samarqandgacha qilib yetkazib berishar ekan. Xudo xolasa telefon aloqa chiqarasizlar. Bemalol. Yeb ichishlari zo'r, sinovdan o'tgan. Bir hafta 10 kunga garantiya berishadi akalar. Ichidan bitta ikkita olaman deganlar ham telefon qilaveradi. Bemalol bitta ikkita olaman desa ham, ikki kishi bitta olaman desa ham sotilaveradi. Bularning narxini akalar 2.700.000 dan dastlabga qilib berishar ekan. Bemalol kimga ma'qul kelgan bo'lsa, telefon aloqa chiqarasizlar. Optim hammasini olganga akalar xayriya ham bor ekan. Bemalol telefon qilib savdoni qilaverasizlar. Endi sizlarga vaqtlaringni olmasdan keyingilarga navbat beramiz. Akalar, mana keyingi partiyasiga bularning ham soni 10 donaga jonivorlar. Bularning puli yengilroq ekan akalar mana. Qo'ylarga qaranglar, hammasi yaltiradi jonivorlar. Chepta kichinasi ham bor ekan jonivorlar. Qaytaringchi baqa. Soni 10 dona akalar, bularning ham yeb ichishlari zo'r. Akalar, ko'chada video qilsak qo'ylar qochib ketib ancha qiynaldi, shunga video qilishga qaror qildik. Mana soni 10 dona akalar, yeb ichishlari zo'r. Hammasi sinovdan o'tgan. Yeb ichishidan muammo yo'q. Bir hafta 10 kun garantiyasini berishar ekan akalar. Yemasa, ichmasa almashtirib beriladi. Bemalol. Bitta kashtan o'yi ham bor ekan ichida jonivorlar. Qaytaringchi, juda baqa. Mana akalar. Akalar, sizlar vaqtlaringda o'tirmaymiz. Buni dangal bo'ladigan joyi bo'lsa, buning ichida akalar 3 dona suvlig'i bor. Qo'chqorlar ko'rsatinglar. Mash qo'chqora? Qo'chqorlarga ko'rsin. Jonivor. Haqiqiy kelajagi bor qo'ylar ekan. Bular ham akalar o'sha 3 oy atrofidagi qo'zlar, o'sha birinchi partiyaning sherigi, prosta buning ichida akalar 3 dona suvlig'i bor. Yeshini qaranglar akalar mana, mashq hashakni ham yeyapti. Tomirlar. Jonivorlar. Mana junlari ham yiltiri junlar. Qo'chqorlarni ko'rsating hammasini. Qo'chqorlar zo'r ekan bu xolasa mana. Haqiqiy boqa degan variantlar akalar. Mana sinjum qo'chqorlar ko'rsating. Ko'rinyapti mana. Hurmatli obunachilar, mana 7 ta qo'chqorni o'zini olaman desalaring ham, 3 ta suvlig'ini addini olaman desalaring ham akalar ajratib video qilib tashlab berilaveradi. Bunisida muammo yo'q. Jami soni 20 dona, bunisida ham 10 ta, birinchi partiyada ham 10 ta edi akalar. Sizlarga vaqtlaringni olmasdan akalar, bularni narxi keladigan bo'lsak, buning narxini akalar 2.600.000 dan deyishyapti. 2.600.000 dan xayri bor ekan. Xudo xolasa akalar, hech kim aytganiga sotmagan. Ichida urg'ochisi borligi uchun 2.600 dan qo'yishyapti akalar. Xudo xolasa telefon qilsang, xayriga o'tib berishar ekan akalar. Hech kim aytganiga sotmagan. Xudo xolasa telefon qilsang, chiroyli qo'yib berishadi. Video syomkalarimizda xato kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz akalar.